Olma sirkasi shunda zararli emasmi? Sunnatimizda aytilgan sirka bor uyda farishtalar bo'ladi deb. Nima uchun? Olma sirkasini ichsak, oshqozonimizda oqsilimiz hazm bo'ladi. Hazm bo'lgandan keyin u ichakda achimaydi. Chala hazm bo'lgan narsa u achishga olib keladi. Achigan narsa og'izdan hid keltiradi. Badbo'y, noxush hidlardan farishtalar qochadi. Shuning uchun shariatda sirka ichish joiz deyilgan. Men buni bilmagan edim. Endi Juda qarang. qiziqarli ma'lumot berdingiz hozir. Endi qarang, oqsilimiz achigandan keyin qorinda dam bo'lishga olib keladi. Qorinda dam bo'lish bizda shartli patogenlarimizda patogenga aylanadi va siz ichgan temir preparat sizga tegmaydi. Ularni hammasini bizni patogenlarimiz yeb, maza qilib yashaydi.